Xush kelibsiz. Keling bugungi tahlilimizni darhol boshlaymiz. Hech o'ylab ko'rganmisiz, biz ko'rayotgan, eshitayotgan, umuman yashayotgan bu realligimiz rostdan ham haqiqiymi? Yoki biz qandaydir ulkan bir illyuziya ichida yashayapmizmi? Qiziq tomoni shundaki, bu savol bundan minglab yillar oldin o'rtaga tashlangan bo'lsa-da, ishoning, bugungi texnologiya asrida u har qachongidan ham dolzarbroq. Xo'sh, o'zingizni bir zoomga shunday holatda tasavvur qilib ko'ring-a. Siz qop-qorong'i g'ordasiz. Bolaligingizdan beri shu yerga zanjirlangansiz, boshingizni umuman bura olmaysiz, faqat ro'parangizdagi sovuq devorni ko'rasiz, xolos. Orqangizda esa qandaydir olov yonib turibdi va devorga turli narsalarning soyalarini tushiryapti. Tasavvur qilyapsizmi? Siz butun umr faqat shu soyalarni ko'rgansiz va ularni yagona haqiqat deb qabul qilasiz. Agar kimdir kelib, "Xo'y, bu soyalar shunchaki illyuziya-ku" desa, unga ishonarmidingiz? Yo'q, albatta. Bu shunchaki bir qiziq hikoya emas, do'stlar. Bu asrlar davomida eng zo'r faylasuflarni o'ylantirib kelgan o'ta jiddiy masala. Birinchi bo'lim. Gor afsonasi va asirlar. Demak, bu bizga qadimgi Yunon faylasufi Platonning miloddan avvalgi 375-yillarda yozilgan mashhur davlat asaridan kelgan klassik fikriy tajriba. Lekin bilasizmi, bu oddiygina ertak emas, bu bizning o'zimiz, intellektual va ma'naviy holatimiz haqidagi juda ham kuchli allegoriya. Platon bizni xuddi o'sha gordagi bechora asirlarga o'xshatadi. Uning fikricha, biz atrofimizda ko'rib turgan bu butun dunyo, boyliklar, mashhurlik, bularning bari devordagi shunchaki bir soyalar xolos. Tasavvur qiling-a, o'sha asrlardan biri kutilmaganda zanjirdan bo'shatildi. Uning haqiqatga olib boradigan yo'li asosan 4 bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqichda u faqat soyalarni bilardi, to'g'rimi? Ikkinchi bosqichda esa u o'giriladi va olovni soyalarni hosil qilayotgan asl obyektlarni ko'radi. Olov uning ko'zlarini qamashtiradi. Bu juda og'riqli jarayon. Uchinchi bosqichda uni g'ordan tashqariga yorug'likka sudrab olib chiqishadi. Bu yanada og'riqliroq. Nega deysizmi? Chunki u haqiqiy yorug'likni umuman ko'rmaganda va nihoyat 4-bosqichda uning ko'zlari qamashishdan to'xtaydi. Ana shundagina u haqiqiy quyoshni, atrof muhitni to'liq idrok qila boshlaydi. Ko'ryapsizmi? Ma'rifatga, chin dildan bilimga erishish qanchalik mashaqqatli yo'l. Ikkinchi bo'lim. G'oyalar olami va haqiqat. Endi sizda tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Xo'sh, g'orning tashqarisi, u yerdagi daraxtlar, daryolar va umuman yorug'lik nimani anglatadi o'zi? Nega Platon buni insoniyatning yakuniy maqsadi deydi? Gap shundaki, bu butun boshli jarayon Platonning borliq va bilim haqidagi, ilmiy qilib aytganda epistemologik va ontologik qarashlarning eng sodda va ajoyib ko'rinishidir. Eng asosiysi shundaki, Platon koinotni teng ikkiga ajratadi. Bir tomonda bizning hissiy olamimiz, ya'ni doim o'zgarib turadigan, unchalik ham mukammal bo'lmagan, ko'zimiz bilan ko'rib, qo'limiz bilan ushlab turgan mana shu jismoniy dunyo. Platon buni doksa, ya'ni shunchaki fikr yoki taxmin darajasidagi dunyo deydi. Lekin ikkinchi tomonda intellektual olam mavjud. Bu aql bilangina idrok qilinadigan, o'zgarmas, abadiy va eng muhimi mukammal g'oyalar dunyosi. Platon shuni uqtiradiki, haqiqiy bilimga, ya'ni epistemaga faqat va faqat ana shu o'zgarmas g'oyalar olamini tushunish orqaligina erishish mumkin. E'tibor bering, bu jarayonda tashqi dunyodagi quyosh ham qandaydir oddiy yoritgich emas. Platon falsafasida quyosh bu hamma narsaning asl sababchisi bo'lgan eng oliy haqiqat, ya'ni yaxshilik g'oyasi. Buni qarang, qanday qilib oddiy quyosh ko'zimizga narsalarni ko'rish imkonini bersa, xuddi shunday yaxshilik g'oyasi ham aqlimizga boshqa g'oyalarni tushunishga va butun koinotni idrok etishga imkon beradi. Bu inson aqli yeta oladigan eng yuksak cho'qqi hisoblanadi. Uchinchi bo'lim. Mukammal davlat va adolat. Xo'sh, siz o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Yaxshi, bu shaxsiy rivojlanish ekan. Lekin buning jamiyatga yoki siyosatga nima aloqasi bor? Platon uchun bu shunchaki osmondagi gaplar emasdi. U ana shu g'oyalarni Kallipolis, ya'ni o'zining mutlaqo mukammal, ideal davlatini qurish uchun poydevor qilib olgan. Uning uchun falsafa va siyosat xuddi bir tanganing ikki tomonidek gap. Keling, buni qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Platon ideal davlatning tuzilishini to'g'ridan-to'g'ri inson ruhining tuzilishiga o'xshatadi. Inson ruhi 3 qismdan iborat bo'lganidek, davlatni ham 3 ta sinfga bo'ladi. Aql qismi bu, tasavvur qiling, g'ordan tashqariga chiqib haqiqatni ko'rib kelgan donishmand faylasuf, hukmdorlar. G'ayrat qismi bu jasoratga to'la so'qchilar va harbiylar. Va oxirgisi nafs qismi, jamiyat ehtiyojlarini qondirib turuvchi ishlab chiqaruvchilar, masalan dehqonlar va hunarmandlar. Qachonki har bir sinf faqat o'z ishini qilsa va aql hammaga to'g'ri yo'l ko'rsatsa, faqat shundagina davlatda mutlaq adolat o'rnatiladi, deydi u. Platonning bu yerdagi asosiy fikri juda aniq va lo'nda.
Davlatning sog'lomligi uning rahbarlarining haqiqatga va yaxshilik g'oyasiga qanchalik yaqin ekanligiga bog'liq. Ana shuning uchun ham Platon bilasizmi nima qiladi? U o'sha ma'rifatga yetgan faylosoflarni qaytadan o'sha qorong'i g'orga tushishga majbur qiladi. Ha, albatta ular qorong'ilikni yomon ko'rishadi. Ular qaytishni umuman xohlashmaydi. Ammo hokimiyatga hirsi yo'q va haqiqatni chindan ham biladigan insonlargina davlatni adolat bilan boshqara oladi-da, to'g'rimi? 4-bo'lim. Siyosiy tanazzul bosqichlari. Albatta hammamiz bilamizki, hatto eng mukammal ideal davlat ham umrbod yashamaydi. Hozir biz Platonning siyosiy tizimlar qanday qilib qulab tushishi haqidagi juda qiziq tahlilini ko'rib chiqamiz. Faqat bitta narsani eslatib o'tishim kerak. Biz bu manbalarni o'rganishda hech qanday zamonaviy siyosiy guruhlarga yon bosmaymiz. Shunchaki qadimgi matnning o'zini xolis yoritib beramiz, xolos. Demak, Platon davlat boshqaruvini 5 bosqichda qulashini ko'rsatib bergan. Hammasi eng zo'r hukmdorlar boshqaradigan aristokratiyadan boshlanadi. Lekin vaqt o'tib donilik o'rnini guruh shon-shuhrat va g'urur egallab oladi. Buni u timokratiya deydi. Keyin o'sha g'ururning o'rnini pul va boylikka bo'lgan ehtiros egallaydi. Ana bunisi oligarxiya. Boylarga qarshi xalq isyon ko'targach nima bo'ladi? Mutlaq erkinlikka intiluvchi lekin afsuski ko'pincha bilimsizlikka tayangan demokratiya keladi. Va eng yomoni, mana shu tartibsizlik va asossiz erkinlik jamiyatni oxir-oqibat eng yomon tizimga, yakka hokimlikka, ya'ni tiraniyaga olib keladi. Qiziq ketma-ketlik shunday emasmi? Platonning davlat asarining 8-kitobida batafsil yozilganidek, bu bosqichlar o'z-o'zidan tasodifan sodir bo'lmaydi. Platon uchun siyosiy tanazzul bu birinchi navbatda aqlning va axloqning qulashidir. Jamiyat haqiqatdan qanchalik yiroqlashsa, u yana o'sha g'ordagi soyalarga shunchalik ko'p ishonishni boshlaydi va jarlikka qulash tezlashadi. Odamlar pulni, soxta obro'ni yoki hadsiz erkinlikni haqiqatdan ustun qo'ygan kuni, bilib qo'yingki, g'or zanjirlari yana bo'yningizga tortiladi. Lekin shuni ham aytish kerakki, Platonning bu g'oyalari hammaga ham yoqavermagan. Masalan, 20-asrning mashhur faylasufi Karl Popper bu qat'iy tabaqalashtirilgan davlatni to'g'ridan-to'g'ri totalitarizm deb qoralagan. Popperning aytishicha, Platon o'zining bu ideal tizimi bilan tabiiy insoniy o'zgarishlarni sun'iy ravishda to'xtatib qo'ymoqchi bo'lgan. Ya'ni u faqat elita boshqaradigan yopiq jamiyatni targ'ib qilgandi. Popper buni ochiq jamiyat prinsiplari va inson erkinligiga butunlay zid deb bong'urgan. 5-bo'lim. Raqamli g'or va simulyatsiya. Endi Platonning o'sha qadimgi Yunonistondagi gaplarini olamizda, to'g'ri, bugungi kunga, o'zimizning zamoniga sakraymiz. Tahlillarga qarasak, bilasizmi, biz texnologiyamiz o'sgan sari g'ordan chiqish u yoqda tursin, aslida o'zimiz uchun yanada chuqurroq, dahshatliroq yangi g'orni qurib olibmiz. Buni bugun olimlar algomodern davr deb atashyapti. Qarang, qadimgi g'orda odamlarni temir zanjirlar va gulxan ushlab turgan bo'lsa, bugungi davrda bizni nima zanjirband qilgan? To'ppa-to'g'ri, yorqin ekranlarimiz, jigarbandimizga aylangan smartfonlarimiz va qayerga qaramasligimizni belgilab beruvchi algoritmlar. Bugun zanjirlar temirdan emas, ular to'liq texnologik va psixologik. Biz chin dildan quyosh nurini ko'rish o'rniga har xil feyklar va soxta yangiliklarga termilib kunimizni o'tkazyapmiz. Hozirgi kunda smartfonlar, kompyuter ekranlari va televizorlar bugungi kunning g'or devorlari hisoblanadi degan gap bejizga aytilmayapti. O'ylab ko'ring, algoritm deganlari bizga faqat o'zimiz eshitishni xohlagan, bizga yoqadigan fikrlarni ko'rsatishga dasturlashtirilgan. Bu shaxsiy aks sado kameralarini yaratadi, ya'ni o'zimizning gapimiz o'zimizga qaytadi. Biz hamma narsani bilamiz deb kibrlanamiz, ammo aslida sun'iy intellekt tomonidan biz uchun devorga tushirilgan raqamli soyalarga tikilib turgan o'sha bechora asrlarmiz. Eng yomoni esa biz o'zimiz g'orda ekanligimizni tan olishni umuman xohlamayapmiz. Bu dahshatli holatni fransuz filosofi Jean Baudrillard o'zining simulyakrlar va simulyatsiya nazariyasida yana ham qo'rqinchli darajada ochib bergan. Baudrillard nima deydi deng? Uning fikricha, bugungi kunda haqiqat va uning soyasi o'rtasidagi chegara butunlay yo'q qilingan. Tamom. Endi qochib chiqadigan haqiqiy olamning o'zi qolmagan. Endi faqat simulyakrlar bor. Ya'ni hech qanday asl nusxasi yo'q, lekin o'z-o'zidan mavjud bo'lib qolgan soxta tasvirlar, medialar. Xuddiki haqiqiy borliqning o'rnini qandaydir ulkan simulyatsiya egallab olgandek. Yana bir hayratlanarli fakt, Oxford universiteti professori Nick Bostrom o'zining simulyatsiya gipotezasi bilan buni ilmiy darajaga ham olib chiqdi. Bu gipoteza va bugungi kvant fizikasi Platonning borliq moddalardan emas, balki qoidalar va g'oyalardan iborat degan o'sha qadimgi gapini shunchaki texnologik tilga o'giryapti-da.
Tasavvur qiling-a, balki biz rostdan ham o'ta rivojlangan begona sivilizatsiyaning o'yini yoki simulyatsiyasi ichida yashayotgandirmiz. Dahshat, a? 2400 yil oldin aytilgan Platonning g'oyalari bugungi kvant mexanikasi bilan bir xil gapirmoqda desam, ishonishingiz qiyin edi, to'g'rimi? Lekin fakt shu. 6 va yakuniy bo'lim. Kishonlarni uzish vaqti. Xo'p, qiziq joyga keldik. Agar biz rostdan ham shunday raqamli illyuziyalar va soyalar ichida yashayotgan bo'lsak, endi nima qilishimiz kerak? Qanday qilib bu axborot g'oridan chiqib ketishimiz mumkin? Yaxshiyamki, tahlil qilingan manbalarimiz buni yengib o'tish uchun bizga bir nechta aniq qadamlarni taklif qiladi. Birinchisi, albatta raqamli detoks, ya'ni ekranlarga tobelikni biroz bo'lsa ham yig'ishtirib, oddiy jismoniy hayotga qaytish. Ikkinchisi bu media savodxonlikni oshirish. Har bir o'qiyotgan xabaringizga shubha va mantiq ko'zongiga orqali qarash. Ammo eng asosiysi bu intellektual kamtarlikni rivojlantirish. Bilasizmi, tadqiqotlar nima deydi? Faqatgina o'z bilimining chegarasi borligini tan oladigan va doim o'rganishga ochiq bo'lgan insonlargina soxta ma'lumotlarni haqiqatdan ajrata oladi. Axir ma'rifat degani o'z xatolaringni tan olishdan boshlanib-ku. Shunday qilib, bugungi sayohatimiz o'z payoniga yetdi. Platonning 2400 yillik qadimki tajribasi va bugungi algoritmik qamoqxonalarimizning tahlili oxir-oqibat bitta yakuniy chorlovda birlashadi. Biz juda ko'p qiymatli vaqtimizni raqamli soyalarga to'kilib, manipulyatsiya qilingan narsalarni haqiqat deb ishonishga sarflab yuboryapmiz. Holbuki, haqiqiy hayot o'zining barcha yorqin ranglari bilan g'orning tashqarisida bizni kutib turibdi. Bugungi ko'rgan eshitganlarimizdan keyin o'zingizga shu savolni berib ko'ring. O'sha zanglagan ekranlarga qarashni to'xtatib, soyalar ortidagi asli yorug'likni izlab ko'rish vaqti kelmadimikin? Sizchi? Siz g'ordan chiqishga tayyormisiz? Fikrlashdan to'xtamang do'stlar. Keyingi tahlillarimizda ko'rishguncha.